Luis Enrique juda qisqa vaqt ichida biroz sochilib ketgan jamoani yig'ib kollektivga aylantira oldi. Shunisiga tan berish kerak. Guruh bosqichini eslaydigan bo'lsak, PSG qiyinchilik bilan chiqdi guruhdan. Va Mbappe davridan keyin PSG endi bundan buyog'iga Yevropa grandlari qatoriga qo'shila olmasa kerak degan fikrlar ham yangragandi. Biroq bu Luis Enriquening mahorati, qolaversa maqsadli transferlar, PSG juda balanslashgan jamoa, himoyasidan tortib, misol tajribali Marquinhosning yonida jismonan bir baquvvat, bahaybat Pacho o'ynayapti. Qanotlarda balki hozirgi kunda dunyoning eng zo'r chap qanot himoyachilaridan biri Mendes. O'ng qanoti balki dunyoning eng zo'r o'ng qanot himoyachilaridan biri Hakimi. Ayniqsa markazda Fabian Ruiz, Ispaniya terma jamoasi safida Yevropa chempioni. Ikkita Portugal bir-biriga o'yini ham o'xshab ketadi, tashqi ko'rinishi ham, jussasi ham o'xshab ketadi va mobilligi ham o'xshab ketadi. Bir-birini to'ldirib tashlayapti-da. Vitinho bilan Neves. Va albatta tezkor hujum Dembele, mavsumning eng zo'r futbolchilaridan biri, Duye mavsum kashfiyotlaridan biri hamda Xvicha Kvaratskhelia bu o'zini oldingi mavsumda ko'rsatib bo'lgan va PSG uni qishda shuncha pul to'lab transfer qildi. Ya'ni hammasi maqsadli taklif etilgan futbolchilar. Qolaversa zaxiradan ham tushayotganlar, Barkalalar deylik asosiy tarkibda tushganda ham o'rnini to'ldiryapti. Dembele boshida tushmadi Arsenalga qarshi.